Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, qadrli podpischilar. 2026-yil 20-aprel kuni Nasiya savdoga sizlar uchun avtoselni podpischilar uchun mashina qo'yib beramiz. To'liq obzorni qilib, hamma ma'lumotni berib o'tamiz. Xudo xolasa, videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar va shuningdek videolarni xudo xolasa sizlar uchun tez-tez chiqarib beramiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yish tugmasini ham bosib qo'yinglar. Matiz mashinamiz egalardan kelib turibdi. 2010-yil Pollux varianti. Yechinida ular yo'q, sostensi yaxshi mashina. Bu mashinani bank aralashtirmay, hech qanday dogovor tashkilotlarni aralashtirmay, egalarning o'zlari bilan bo'lib berish varianti asosida kelishib olsangizlar bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich to'lovini 5 million so'm pul berasizlar. Keyin hozir oylik to'lovni videoda aytib o'tamiz. Mashinaning kraskasiga keladigan bo'lsak, endi Matizlarni bilasizlar. Shuni yana ozgina chiqib boshlabdi. Shunning T qismi zang chiqqan yerlari bir qator ishlangan. Lekin o'zimiz kraskasini panoramikda, rengi apparatda ko'rib ko'pmiz. Kraska boshqa almashgan detali yo udarib boshqa bo'lgan yeri yo'q. Bemalol ustoz bo'lsa, hech yetirib yo bo'lmasa o'zingiz tushunadigan bo'lsangizlar ham ko'rib, keyin ma'qul keladigan bo'lsa, xarid eta bosasizlar bo'ladi. 2010-yil hadoyinda ish yo'q, motorda ish yo'q. Balonlarni yana toza qo'ydirib qo'ydi. Balonda problema aytmaysizlar, xudo xolasa. Pollux pozitsiyasi, ya'ni oldingi ikki oynasi knopka bo'ladi. Orqalari misorovka. 242 ming kilometr masofani bosib o'tgan mexanika. Chexol toza qo'yilgan. Keyinda polik linoleumlari bor. Metanni srokam bor, xudo xolasa. Metallari toza deb aytdilar. 2010-yil Matiz Pollux varianti avtoselni obunachilari uchun dogovor varianti asosida, ya'ni bo'lib berish. Xohlasangizlar kredit etib olsangizlar ham bo'ladi. Endi dogovor grafikini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, egalarning qo'lidan 5 million berasiz, undan tashqari notarius, sug'urta xarajati boshqa degan guringlar bo'lmaydi. Banklar tashkilot aralashmagandan keyin bilasizlar uni. Keyin oyma-oy 2 yillik qadar olaman desangizlar, oylik to'lovini 2 million 200 ming so'mdan chiqarib olsangizlar bo'ladi. Egalarning aytishi bo'yicha, endi oylik to'lovi yo boshlang'ich to'lovi bo'yicha ozgina kelishiladigan yeri bo'lishi mumkin. Mabodo kelib mashinani ko'rsangizlar, yoqadigan bo'lsa, xudo xolasa, iloji boricha oluvchi taraflama bo'lib savdosini qilib beramiz. Videomizga like bosib qo'yinglar. Bizdan sizlardan so'raydigan narsamiz, sizlarni bizlarga qiladigan eng katta yordamlari shu. Sizlar uchun bizlar mashinalarni iloji boricha ko'proq, zo'r narxda qo'yib berishga harakat etamiz. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib o'tinglar. Bu bizlar masalan narxni aytgandan keyin egasi kelgandan keyin gaplashsangizda, savdosini qilsangizlar, gap bilan olishib ketsa, zo'r narxda ham xarid etsangizlar bo'ladi. Bu yerlarni o'zingiz bizlardan ham yaxshi tushunasizlar savdo ishini. Va sotuvda hozir bizlarda mashinalarimiz, assortimentlarimiz ko'p. Cobalt, Style, Midnight, Qora Nexus, Spark, xullas Gentralarimiz, mexanik Nexus'larimiz, mashina bo'yicha assortimentlarimiz bor yetarli darajada. Va yana sotiladigan mashinalar bo'lsa, aytishingizlarni tavsiya beramiz. Videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar va qiziquvchilarni avtosel salonimizda kutib qolamiz. Bu videomizni maksimalni shu dogovor amalga olaman deb yurgan yaqin do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Hozirchalar yana mashinamiz sotuvda turibdi.